O'zbekiston musulmonlari idorasi Samarqand viloyat vakilligi tashabbusi hamda yillik ish rejasi doirasida Kattaqo'rg'on tumanida ma'naviyat, mehr-shafqat va xayr-saxovat ruhi bilan yodda qolarli sayyor yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish avvalida viloyat bosh imom xatibi Ahmadxon domla Alimov ishchi guruh a'zolari bilan uchrashib, sayyor uchrashuvlarni samarali va mazmunli tashkil etish yuzasidan muhim ko'rsatma va topshiriqlar berdi. U kishi har bir masjid imom xatibi hamda mas'ul shaxslarga aholi bilan yuzma-yuz muloqot qilish, ularning muammolarini eshitish va imkoniyatdan kelib chiqib, joyida hal etish zarurligini alohida ta'kidladi. Bu dinimizda ham ko'rsatmalar bor. Bir kishini ko'ngliga bir xursandchilik solish qancha ulkan savoblarga erishiladi. Keyingi guruhimiz To'xtashev Yoqub domlamiz, Valijon jome masjidi imom xatibi Boyqobilov Izzatullo. Tuman markazidagi Qalandarxona jome masjidi hududida og'ir ijtimoiy ahvoldagi bemor va nogironligi bor oilalar xonadonlariga tashrif buyurdi. Ushbu tashriflar doirasida xonadon egalariga oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Har bir xonadonda samimiy muloqot o'rnatilib, ezgu duolar qilindi. Ota-onalarning minnatdorliklari barcha ishtirokchilar qalbiga ilk bag'ishladi. Shuningdek, viloyat bosh imom xatibi o'rinbosari Nursultonxon domla Abdumannonov Qalandarxona jome masjidida farzand tarbiyasi buyuk burch va mas'uliyat mavzusida ma'naviy, ma'rifiy quvvatga to'la ma'ruza qildi. Yig'ilish yakunida Kattaqo'rg'on tumanidagi 31 mahallaning ijtimoiy ahvoli, aholining ehtiyojlari va muammolari tahlil qilindi. Masjid hujjat yuritishi, obodonchilik ishlari va jamoat bilan muloqot samaradorligini oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilandi. Rahbarlar tomonidan aholi bilan yaqin hamkorlik qilish, diniy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va xayr-saxovat ishlarini yanada kengaytirish yuzasidan qat'iy ko'rsatmalar berildi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi Samarqand viloyat vakilligi boshchiligidagi viloyatimizdagi barcha tuman va shahar bosh imom xatiblari qolaversa, bularga ko'makchi, yordamchi bo'lgan imomlarimiz ishtirokida Kattaqo'rg'on tumanida sayyor yig'ilishimiz bo'lib o'tyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu xalqni ichiga kirib borishlik, xalqni o'sha qatlamlar ichida bo'ladigan ba'zi bir muammoli xonadonlar, qaynona kelin kelishmaslik masalalari, qo'ni-qo'shnilar ichidagi ba'zi bir muammoli masalalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar bilan ishlashlik. Qolaversa, mana shu tumandagi 31 ta masjidlarimizda mana peshin namozlarida voiz domlalarimiz tomonidan amr ma'ruflar bo'lib ham mana shu yurtimizda olib boradigan diniy sohadagi islohotlar, ularning shukronasini qilishlik, umuman asl sof islom ta'limotini, uning mohiyatini xalqqa yetkazishlik to'g'risida voiz imom domlalarimiz xalqlarga chiroyli amr ma'rufni qilib berdilar. Albatta, mana bu qilinadigan sayyor yig'ilishlar, bu kabi tadbirlarni Alloh tabaraka va taolo xayrli qilsin, manfaatli qilsin.